Hammasi 2025 yil iyul oyining boshida boshlandi. O'tgan oy internetda ba'zi jinsiy aloqaga oid videolar va fotosuratlar tarqalib ketdi. Ularda Xitoyning Nankin shahridagi Kamtarona kvartirada suratga olingan 5-10 daqiqalik jinsiy aloqa videolari fosh bo'ldi. Xuddi shu kamera burchagi, bir xil kiyim kiygan odam va kvartiraga turli erkaklar kirib kelmoqda. Videolarning boshlanishi va oxiri har doim bir xil edi. Bir erkak kirib, kiyimlarini yechib, jinsiy aloqada bo'lib, chiqib ketayotgan edi. Lekin juda ko'p kadrlar va juda ko'p erkaklar bor edi. Shuning uchun kimdir erkaklarni tanib olishi ko'p vaqt talab qilmadi. Ammo masalaning asl mohiyati va shuncha erkaklarning uylariga tashrif buyurgan shaxsning shaxsi hali ham qiziqish uyg'otdi. Bu voqea tezda avval Xitoyda, keyin esa butun dunyoda qizg'in mavzuga aylandi. Halilning politsiyasi janjalning aybdorini qidirishni boshladi. Bir necha kundan so'ng 2025 yil 5 iyulda videolardagi galati ko'rinishdagi odam reydda qo'lga olindi. Hibsga olingan shaxsning asl shaxsi 38 yoshli Jo ismli erkak edi. Nankindagi ijaraga olingan kichik uyida tintuv o'tkazilganda, ayollar pariklari, bo'yanish, soxta ko'kraklar, 6 ta uyali telefon va yuzlab erkaklarning ismlari yozilgan daftar topildi. Rasmiylar tomonidan fosh qilingan ko'plab videoyozuvlarda ham bu ishda ishtirok etgan erkaklarning yuzlari va yaqin tasvirlari aniq ko'rsatilgan. Xon opa laqabi bilan tanilgan u kunduzi oddiy erkak sifatida yashar va kechasi o'zini internetda butunlay boshqacha odam sifatida ko'rsatar edi. Keyinchalik u bu shaxsiyatini haqiqiy hayotiga qo'llashga qaror qildi. U har kuni ertalab soat 5 da uyg'onib, ortiqcha bo'yanish qilardi, ayollar kiyimlarini kiyar va parik taqib, xonxon qiyofasini qabul qilardi. Bu qiyofa yumshoq ovozda gapiradigan mehrli, uy sharoitida tarbiyalangan o'rta yoshli ayolni tasvirlardi. Ijtimoiy tarmoqlarda ulashgan qisqa videolarda uy bekasi iliqligi bilan ovqat pishirish, bog'dorchilik va kir yuvish kabi kundalik mashg'ulotlarni namoyish etdi. U o'zining erkaklik yuz xususiyatlari va ovozini o'zgartirish uchun keng filtrlar va ovozni o'zgartiruvchi dasturlardan foydalangan va shu tariqa o'zini beva ayol sifatida ishonchli tarzda tasvirlagan. O'zini ningda yolg'iz yashovchi va sevgi izlayotgan ayol sifatida tanishtirgan Jo, ayniqsa yosh, yolg'iz erkaklar bilan internetda osongina muloqot qila boshladi. U odatda do'stlari yoki qurbonlarini ijtimoiy tarmoqlar va tanishuv ilovalari orqali topardi. Dastlab u begunoh suhbatlar orqali ishonchga ega bo'ldi, ba'zan muammolari bilan o'rtoqlashdi va hissiy aloqa o'rnatdi. U o'zini erkaklarga yolg'iz mehr izlayotgan o'rta yoshli ayol sifatida ko'rsatdi. Biroz vaqt o'tgach, u ularni uyiga bepul jinsiy aloqa va'dasi bilan taklif qilardi. Bepul qismi biroz kulgili va o'rinsiz edi, chunki taklif deyarli hamma uchun shubhali tuyuldi. Biroq Jo uyiga taklif qilgan erkaklardan pul talab qilmadi, faqat ulardan kichik sovg'alar olib kelishlarini so'radi. So'rovlar kichik bo'lgani uchun, erkaklar ko'rgan tomoshalari uchun erkin harakatlanishlari mumkin edi. Jo 3 yil davomida aqlli ravishda tartiblarni ishlab chiqdi. U har kuni uchrashuvlarini raqamli taqvimiga belgilab qo'ydi, qurbonlarini qat'iy jadvalga kiritdi va hech qachon uyida bir vaqtning o'zida ikkita erkak bilan uchrashmagan. Uchrashuv kuni Jo xonkiya qiyofasini olib, mehmonlarini eshigi oldida tabassum bilan kutib olar, olib kelgan ovqatlarini chetga surib qo'yar va tezda yaqinlashishni boshlardi. Biz tez deganimizda, u tezda harakat qilardi va uyga oldindan o'rnatgan yashirin kameralar butun voqeani yozib olardi. Jo videolarning yuqori sifatli ekanligiga ishonch hosil qilib, qurbonlarining yuzlari ko'rinib turishini ta'minlardi. Uning asl rejasi butunlay boshqacha edi. Uchrashuv davomida ko'pchilik qurbonlar g'ayrioddiy narsani sezishmadi. Jo o'zining Xon opa rolida munosabatlarni muloyim xulqatvor va ayolga xos bo'lmagan imo-ishoralar bilan boshladi, asosan passiv bo'lib, erkakka odatiy tajriba ta'ssurotini berdi. U hech qachon kiyimlarini yechmasdi, ba'zan hatto mehmonlarini paltosida kutib olardi va bu harakatni paltosida bajarardi. Shunday qilib, erkaklar buni sezmasdan oldin u maqsadiga erishdi. Uning portfelida kambag'allardan tortib boylargacha, ishsizlar, davlat arboblari, o'qituvchilar va ijtimoiy tarmoqlardagi ta'sirchanlargacha bo'lgan hamma bor edi. Hodisa oshkor bo'lganda, bu jamoatchilikning katta hayratiga sabab bo'ldi. Pul topish sxemasi, shantaj yoki an'anaviy firibgarlik yo'q edi. Erkaklar shunchaki qiziqish va erkin jinsiy aloqa va'dasi bilan jalb qilingan edi. Jabrlanuvchilar boshdan kechirgan anglash onlari ishning eng hayratlanarli jihatlaridan biri edi. Ba'zilar sherigi erkak ekanligini anglamasdan uydan chiqib ketishdi, boshqalari esa jinsiy aloqa paytida yoki undan oldin biror narsa noto'g'ri ekanligini angladilar.
Ba'zilar bu odam erkakmi yoki ayolmi deb shubha qilishsa-da, ko'pchilik qiziqish yoki xayolni saqlab qolish istagi tufayli davom etishni tanladilar. Ba'zilar hatto opa-singil Xongning uyiga muntazam ravishda tashrif buyurishni boshladilar. Xitoy matbuoti bu shaxslarni istehzo bilan qaytib kelgan mijozlar deb ta'rifladi. Eng hayratlanarli tafsilot shundaki, 3 yildan so'ng opa Xong 1600 dan ortiq erkak bilan jinsiy aloqada bo'lgan va har birini yashirincha yozib olgan. Bu erkaklarning aksariyati normal hayot kechirgan va turmush o'rtoqlari bo'lgan. Uning shahridagi 1600 dan ortiq odamning tanishlari fosh bo'lgach, ijtimoiy tarmoqlarda haqiqiy xiyonat hisoboti tarqaldi. Ayol foydalanuvchilar videolarda erlari yoki yigitlarini aniqlay boshladilar va ko'plab ayollar munosabatlarini tugatdilar. Vaziyat o'qituvchilardan tortib qassoblargacha keng doirani qamrab oldi va o'nlab oilalar va bizneslar ta'sirlandi. Ularning ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarini yopish yagona yechim edi, ammo ba'zilari nima bo'lganini inkor etmadilar. Hatto buni ochiqchasiga tan olishdi va jonli efirda namoyish etishdi. Bu hodisaning psixologik sabablari ham bor edi. Jabrlanuvchilar odatda oson jinsiy aloqa istagiga berilib ketgan yosh yigitlar edi. Erkin va kuch sarflamasdan jinsiy aloqa va'dasi, ayniqsa tajribasiz yoki jinsiy jihatdan norozi erkaklarga yoqdi. O'ziga yuqori ishonch, pul yoki yaxshi tanaga ega erkaklar ham uyat qurboni bo'lishdi yoki jinsiy aloqani bostirishdi. Jo taklif qilgan tajriba yangi, kuch sarflamasdan tajriba va taqiqlarni buzish imkoniyati sifatida qaraldi. Joning maqsadi shunchaki pul topish emas edi. 3 yil davomida ayol qiyofasida har kuni yuzlab notanish odamlar bilan jinsiy aloqada bo'lish, istalgan vaqtda shunchaki pul evaziga aniqlash xavfi qabul qilinishi mumkin emas edi. Mutaxassislar uning harakatlari jinsiy lazzatlanish yoki kuch tuyg'usini izlash bilan ham bog'liq deb hisoblashgan. Jo oqimishli edi va kuchli va muskulli erkaklarni o'ziga olib kelib, qoniqish hosil qilib, ularni nazoratida ushlab turardi. Xitoy politsiyasi janjal boshlanganidan so'ng darhol tergovni kuchaytirdi. 5 iyul kuni o'tkazilgan reydda Joni hibsga oldi va uning barcha raqamli materiallarini musodara qildi. Hisob-kitoblarga ko'ra, ishtirok etgan odamlar soni 1700 ga yaqin edi. Yozuvlar qismlarga bo'lib 35 dollarga sotilgan. Bundan tashqari, ayblovlar Jo himoya ta'minlamaganligi va erkaklarning 80 jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalarni yuqtirganligi haqida da'vo qilmoqda. Ayblovlar orasida odobsiz materiallarni ishlab chiqarish va tarqatish, shuningdek, odamlarni yashirincha suratga olish bor edi. Jo hali ham hibsda va uning ko'rsatmalari olinmoqda. Bu o'tgan oyda yangiliklar sarlavhalariga chiqqan opa-singil Xongning ishi. Taxminan 1700 erkak o'sha eshikdan o'tdi va yana ko'plab ishlar qo'zg'atilishi va hibsga olinishi kerak bo'lgan ko'plab odamlar bo'lishi mumkin edi. U videoni oshkora deb hisoblangani uchun u bilan bo'lishishdan ikkilangan bo'lsa-da, u tartibsiz va qiziqarli bo'lgani uchun o'zini tutmadi. Bu hafta uchun mendan shular. Umid qilamanki, video sizga yoqdi. Agar shunday bo'lsa, shuni yodda tutingki, men bu kanaldagi barcha ishlarni yolg'iz o'zim bajaraman va faqat sizning layklaringiz va sharhlaringizga tayanaman. Ko'rishguncha va keyingi videoda sog' salomat bo'ling.